Xo'p, akalar telefonimiz ringlayapti. Akamiz bo'lishlari mumkin. Olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qolmaydi aka. Alaykum assalom. Salomat bo'ling aka. Alloh yaxshimi? Alhamdulillah. Nima aka? Burxon Mahrojon profil egasiman. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, biz pastda edik, antena chiqmay turuvdi, podvalda edik. Shunga tusholmadim, men bir ikki marta telefon. Aka, biz sizni kutib turuvdik, telefon qilishingizni. Aka, bizni o'yinimiz haqida o'zingizni munosabatlaringiz qanaqa? Haqqoniy bo'ldimi, nima bo'ldi? Aka, shu haqida muxlislarimiz bilish kerak. Vallahi xudo xolasa. Borsak aytib beramiz yoki telefonda aytsak ham bo'ladimi? Yo'q, hozir bemalol tilingizni aytavering. Aka, qanaqa bo'ldi? Haqqoniy bo'ldimi, yo'qmi aka? Hozir aka, haqqoniy bo'ldi. Men o'zim Beshariq nima Farg'ona Beshariq tumanidami? Yakka qishloqdan. O'zimizni Beshariqdansiz. Beshariq. Sizlar esa ko'p kuzatib yurardim. Mashina haydab turganmiz. Gap tortib, nima qiladigan, pul yig'ib turib boradigan. Aka, biz boshlab qo'ydilaring. Xudoga tavakkal qilib bir yaxshi niyatda ishtirok etdik. Mana rahmat. Aka, ko'pchilik so'rashyapti, nechta komment yozishgan ekan deyishyapti. Eslalasizmi, nechta kommentariy yozganingizni? 100 tacha bor damazni yozgan. 100 tacha. Bo'lsa ko'pki yoki 100 ta. 100 ta atrofida. Endi aka, biz o'zimiz ham niyat qilgandik. Shu muhtoj odamga chiqsin, shu imkon qilmay turgan odamga chiqsa, chiroyli xursand qilamiz deb niyat qilgandik. Menimcha shunaqa bo'ldi deb o'ylaymiz. Inshaalloh. Yana bir aytib ko'rsatib beraman. Unda yaqinda operatsiya bo'lib shu pul yetkazilgan o'g'lim gap tortib mashinaga. Aka, qo'ng'iroq hozir telefoningizni biz video qilib, post qilib qo'yamiz, haqqoniyligini bilish uchun, ya'ni ham aniqlash uchun telefoningizni syomka qilyapmiz aka, rozi bo'lasiz. Xo'p. Aka, roziman. Xo'p, akajon, servisimizga qachon kelasiz? Qachon qilib beraylik? Bilmadim aka, boraman. Men endi hozir nimadaman? Hozir to'g'rirog'i uyda bekatiraman, mashina uyda turibdi, boraman. Xo'p, akajon, shu nomerimizda vaqtimiz bor. Shu nomerimizda Telegram bor. Aka, lokatsiya tashlang deb yozib yuborsangiz, biz lokatsiya tashab qo'yamiz. Bemalol kelaverasiz. Men sizni joyingizni adashmasam ko'rganman. Naymanchadan Qo'qonga o'tganmiz, shu yo'l. 42-maktabda ro'parasida. Shu maktab svetoforida bir o'tganimda Xuddi o'sha. videolarda ko'rgandim. O'tib ketganman, lekin hech kirishga bir to'xtashga endi bo'lmadi. To'xtamagandim. Bo'ldi, akajon.